Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan chakchak tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Bizga buning uchun 7 ta tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarimizni o'zimizga xamir qilishga qulay bo'lgan idishga chaqib olamiz. So'ng yarim choy qoshiqda tuz va sodalarni solib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz va bundan so'ng unlarimizni solib olamiz. Va qattiq holatga kelguncha un solib xamirlarimizni yaxshilab qattiq qilib qorib olamiz. Tayyor bo'lgan qattiq xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz va 20 minutga tindirish uchun olib qo'yamiz. Orada xamirlarimizni shunday mushlab olib, 2-3 marotaba tindirib qo'yishga qo'yib qo'yamiz. Shu ko'rinishda yoyib olamiz va videoda ko'rsatilgandek kesib chiqamiz.